Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Demak, biz sizlar bilan o'tgan darsimizda header va paragraf taglari bilan tanishib chiqqan edik va mana bugun sizlar bilan shunchaki matnlarni brauzerga chiqarish emas, balki ularni qanday qilib formatlashni ko'rib chiqamiz. Ya'ni turli xildagi matnlarni brauzerga chiqarishni. Xo'p, avvalambor biz VS Code dasturimizni ochib olamiz va yangi papka hosil qilamiz. Va uni VS Code dasturimizda ochib olamiz va HTML fayl yaratamiz. Va HTML faylimizning nomini index.html deb nomlaymiz. index.html. Va mana bizda HTML fayli yaratildi. Ana endi kodimizni yozishni boshlaymiz. Avvalambor Shift va Undo klaviaturasi orqali bizga kerak bo'ladigan doimiy kodlarimizni chiqarib olamiz va bugungi darsimizni boshlaymiz. Xo'p, avvalambor kelinglar bitta paragraf tagida matn yozib ko'ramiz. Aytaylik, matn deb yozdimda, mana shuni brauzerda ochib ko'ramiz. Xo'p, mana ko'rib turganimizdek, bizda matn degan yozuvimiz chiqdi va bu hozir oddiy holatdagi matn. Ana endi bizda B degan tegimiz bor. Bu ko'radigan bo'lsak, oddiy matnga nisbatan qalinroq matn hosil qilib beradi. Ya'ni B bu bold so'zini qisqartmasidan olingan, ya'ni qalin degan ma'noni bildiradi. Xo'p, bizda yana bitta shunga o'xshash tegimiz bor. Bu strong tegi hisoblanadi. Strong tegi ham B tegi bilan bir xil deyarli ishlaydi. Xo'p, mana ko'rib turganimizdek ikkalasi ham qalin holatda bizda ko'rinyapti. Endi bizda bold tegimiz matnni xuddiki qora marker bilan bo'yab qo'yganimizdek gap. Lekin strong bilan yozgan kodimiz esa bu xuddiki sud zalida advokat bu juda muhim dalil degan deb baqirish kabi hisoblanadi. Ya'ni Google bu so'zni eshitadi va unga ahamiyat beradi. Agar misol uchun Google sizni saytingizni o'qiyotganda aynan qaysidir so'zga e'tibor berishni xohlasangiz, mana shu strongni ishlatishingiz tavsiya etiladi. Ya'ni semantik tomondan bu ahamiyatga ega. Xo'p, demak, bular bizda matnimizni qalin holatda chiqarib beradi ekan. Endi keyingi teglarimizga o'tamiz. Xo'p, keyingisi bu bizda del tegi hisoblanadi. Ya'ni bu matnimizni ustiga chizilgan holatdagi teg hisoblanadi. Mana ko'rganimizdek, matnimizni ustidan chiziq tortib beradi. Xo'p, keyingisi del bu delay so'zidan olingan. Xo'p, keyingisi ins, ya'ni insert so'zining qisqartmasidan olingan. Bu tagiga chizilgan matn hisoblanadi. Ya'ni ko'radigan bo'lsak, bizda mana yozuvimizni tagiga chiziq tortib beradi. Xo'p, tasavvur qilinglar, ko'pchilik saytlarda, shopping saytlarida ko'rganmiz, ya'ni narx beriladi va ana shu eski narxi o'chirilib, ustidan yangi narx yozib qo'yiladi. Aytaylik, del deymiz, misol uchun 900 ming so'm narx qo'yilgan bo'ladi va uni yoniga insert orqali bu narx o'chirildi va yangi narxi aytaylik 800 ming so'm bo'lib qoldi. Mana ko'pincha shu holatda bo'ladi, ya'ni ustiga chizib qo'yilib, yangi narx yozib qo'yiladi. Xo'p, endi keyingi ko'rib o'tadigan tegimiz bu bizda sub va sub teglarimiz. Ya'ni buni daraja yozib ko'ramiz va buni index deydigan bo'lsak, mana bunda ya'ni bizda sub tegi bilan yozilgan matnimiz tepada, oddiy matnlarga nisbatan sub bilan yozilganlari esa pastda. Xo'p, ya'ni tasavvur qilinglar, mana shu sub tegi bizda super so'zidan olingan deydigan bo'lsak, Superman qayerga uchadi? Tepaga qarab uchadimi? Ya'ni bizda ham matnimiz tepada nima bo'ladi? Ko'rinadi. Demak, misol uchun buni misol qilib ko'rishimiz mumkin. Aytaylik, bu yerga x darajada 2 deydigan bo'lsak, mana bizda
x darajasida 2. Ya'ni ko'pincha shunaqa darajalarda biz bundan foydalanamiz. Xo'p, endi keyingisi sub. Sub bu submarine so'zidan olingan, ya'ni bu suvosti kemasi deyiladi. Ya'ni suvosti kemasi qayerga suzadi, qayerga tushadi? Ya'ni pastga. Demak, biz bundan o'sha pastga yozuv chiqarishda foydalanamiz. Aytaylik, ko'proq kimyoviy formulalarda ishlatamiz. Misol uchun H, hop, bu yerga 2 va bu yerga O deydigan bo'lsak, hop, mana ko'radigan bo'lsak, bizda H2O quyidagi tarzda hosil bo'ladi. Hop, demak, buni ham tushundik. Endi keyingisi mark degan hisoblanadi. Ya'ni bu nima degani deydigan bo'lsak, aytaylik, biz misol uchun kitob o'qiyotganimizda bizga muhim joyini yoki esimizda qolgan joyni nima qilamiz? Bo'yab qo'yamiz markada, to'g'rimi? Bu ham xuddi shunaqa. Ya'ni mana bizda matnimizni bo'yab beradi. Ya'ni sariq rangga, xuddi sariq markerda bo'yagandek bo'yab beradi. Xo'p, keyingi tegimiz bu pre tegi hisoblanadi. Ya'ni bu preformatted degan so'zdan olingan. Ya'ni odatda HTMLda teglar qaysarroq bo'ladi. Ya'ni misol uchun men oddiygina p tagida matn yozadigan bo'lsam, hop, manda matnim chiqdi, lekin men orasidan aytaylik, hop, enterdan ko'proq tashladim. Lekin bu HTMLda chiqmaydi yoki tab enter tashlaydigan bo'lsam, bu HTMLda nima bo'lmaydi? Ko'rinmaydi. Hop. Endi agar biz lekin pre tegini ichida yozadigan bo'lsak, aytaylik, salom dunyo deymanda, buni ko'radigan bo'lsam, mana oddiy tekst. Lekin men bunga misol uchun bitta quyidagi tarzda qiladigan bo'lsam, mana, ya'ni men qanday yozgan bo'lsam, shunday tarzda chiqarib beradi. Ya'ni probel, enterlardan foydalanishim mumkin bo'ladi. Ya'ni qanday yozgan bo'lsam, shunday menga chiqarib beradi. Ko'proq misol uchun she'rlar, shunaqangi narsalar uchun ishlatilinadi. Xo'p, keyingi tegimiz bizda bu kod tegi. Xo'p. Aytaylik, bunga ham salom dunyo deb yozamiz. Ya'ni biz kodni ko'rsatmoqchi bo'lsak, ya'ni oddiy matn emas, xuddi kod yozilgandaqa chiqadi. Ko'radigan bo'lsak, mana. Xo'p. Endi keyingi tegimiz video. Ya'ni bu odatiy holatda oddiy tekstimiz bilan bir xil. Aytaylik, tekst deb yozadigan bo'lsak, bizda mana tekst degan yozuvimiz nima bo'ldi? Chiqdi. Lekin buni dir degan atributi bor. Mana shu atributiga biz rtl degan qiymatni beradigan bo'lsak, bizda matnimizni teskari ko'rinishda, ya'ni orqasidan boshlab turib yozib beradi. Buni rtl degani bu right to left, ya'ni o'ngdan chapga yozib beradi. L to right degani bor, ya'ni left to right, ya'ni chapdan o'ngga. Bunisi o'sha bizni boshlang'ich default holatida yozib beradi. Xo'p, demak, buni tushundik. Endi keyingi tegimiz bu small va big teglarimiz bor. Bular o'zi nomi bilan ham aytib turibdi. Ya'ni small bu kichik yozuv, big bo'lsa katta. Ya'ni biz kichikroq matn chiqarmoqchi bo'lsak, smalldan foydalanamiz. Kattaroq matn chiqarmoqchi bo'lsak, big tegidan foydalanamiz. Xo'p, endi keyingi tegimiz bu bizda Q tegi, ya'ni quote so'zidan olingan, ya'ni quotation. Ya'ni bu iqtiboslar uchun foydalaniladi. Ya'ni bu brauzer sizni matningizni o'zi avtomatik qo'shtirnoq ichiga olib beradi. Ya'ni siz qo'shtirnoq qo'yib o'tirishingiz shart emas. Hop. Salom deydigan bo'lsak, mana bizda qo'shtirnoq ichiga o'zi olib beradi. Hop, demak, bugungi ko'rishimiz kerak bo'lgan teglarimiz shulardan iborat edi. Bularni o'zingiz ham uyda sinab, ishlatib ko'ring. Shu bilan darsimiz tugadi. Keyingi darslargacha xayr.